Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan hozir o'zimizda bor bo'lgan assortimentdagi telefonlarni narxi bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Birinchi boshlaymiz, yiriroq kattaroq modeldan boshlaymiz. Samsung S22 Ultra modeli. Holati ideal bo'lgan. Ochilib, usta ko'rmagan, remont bo'lmagan. Holatlari ideal. Kelib turib o'zlaring ko'rib, guvohida bo'lib sotib olasizlar, xudo xolasa. Bu narxini $380 qilib beramiz. Ichida IMEI registratsiyasi bo'lgan 2 oylik garantiya taloni bo'ladi, kafolat ya'ni. Bu bizdan siz tarafga texnik garantiya talon. Ayblari chiqmasligi uchun, hamma narsasi uchun. Hozir ikkinchi telefonimiz Note 20 Ultra modeli. Buni narxini, birinchi narxini aytib o'taman, $290 qilib beramiz. Holatlari ideal, ochilib, remont bo'lmagan. Sizlarga yomon narsani tavsiya qilmaymiz. Buni orqasida yana ishonch bo'lishi uchun sizga kafolat ham beramiz. Xudo xolasa baraka topib ishlasizlar, xudo xolasa. Hop, uchinchi telefonimiz Note 20 modelining o'zi 5G'si, bu ultrasi, bu 5G'si. Buni ham holati ideal. Ochilib, usta ko'rib, remont bo'lmagan. Olasizlar, ishlatishga tayyor. IMEI registratsiyalari o'zimiz tomonidan qilib qo'yilgan. Buning narxini $175 qilib beramiz. Ichida garantiya taloni, kafolati, xudo xolasa kelsanglar, chexol steklolari bonusga bo'lib ketadi. Xo'p, keyingi modelimiz S21 5G modeli. Samsung modelining S flagman variant hisoblanadi. S seriyaga hisoblanadi. S21 5G'si. Xarakteristikasi 8256. Mana aytilmagan xarakteristikalarga telefon nomerli telefon qilsanglar, alohida gapirib tushuntirib beriladi. Bemalol xohlagan payt telefon qilsanglar bo'ladi. Xo'p, 8256 5G qotmaydi, muhimi xotiradan muammo bo'lmaydi, maza qilib ishlatasizlar. Bu narxga yangi bundan xarakteristik telefon ola olmaysizlar baribir. Xo'p, keyingisi Samsung S10 5G modeli. Bu ham S seriya 5G, S10 5G. Xo'p, buni ko'proq igravni telefon ham hisoblanadi. Uni xarakteristikasi juda kuchli bo'lmasa ham, lekin igravni ko'p o'yinlar ko'taradi. Misol uchun PUBG shunaqa modellar ko'taradi o'yinlarni. Holati ideal. Ko'rsanglar bo'ladi. Endi videoga qanaqa tushyapti operatorimiz biladi. Holati ideal. Kelsanglar bemalol qo'lingizda ushlab ko'rasizlar. Xo'p, endi bu iPhone modeli 14 Pro modeli. Holati ideal. Yo'nki 81 256 talik. Ochilib, usta ko'rmagan, remont bo'lmagan, hech qanday almashmagan. Holatlari ideal, kafolatlari bor. Buning narxini $540 qilib beramiz. Xohlasanglar, iPhone modellariga rassrochkamiz bor. Ya'ni qanaqa? Bosh to'lov bo'ladi. Bunga $220, $210 atrofida bosh to'lov bilan halol nasiya savdoga, ya'ni boshida bir marta bay bo'ladi, bo'ldi. Shu orqali xohlasanglar so'mda chiqarib beramiz, xohlasanglar dollarda, ya'ni AQSh dollarida. Uning kursi ko'tarilishi va boshqalari bor. So'mda to'laganinglar qulay. Ya'ni bitta hozirgi kursda bitta bay bo'ladi, shu bilan oxirgacha shu to'lov bo'yicha davom etadi. Bitta bay, halol nasiya savdo. Foiz penalari yo'q. Xo'p, 12 Max modeli. Bu ham 256 talik. Korobka dokumentlari bor. Xo'p, buni narxini $390 qilib beramiz. 256 talik. Yo'la, ya'ni Amerika regioni, Amerika, bular Koreya. Rangisi undan katta bo'lmaydi. Kelsanglar, obdon tushuntirib berishga vaqtimiz bo'ladi, bemalol. Hamma iPhone modellari rassrochkaga chiqadi. Samsung modellarini ham so'raganlar bor rassrochkaga. Uni ham chiqarish yo'liga qo'ydik. Xudo xolasa uzun nasiyadan limitlar bo'lsa, uni ham chiqarsa bo'ladi. Amaliymiz. Kelsanglar o'zinglar shu tobdan tushuntirib beriladi. Xo'p, keyingi model 12 ni o'zi. Bu model ham yaxshi, kameralari ikkita. Qaranglar, sizlarga bitta narsani tushuntiraman. Bu model chiqqaniga ancha yillar bo'lgani bilan 12 11 modellarini avtoriteti hali uncha tushmagan. Bemalol olib maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, eng pasti 11 modelini rassrochkaga chiqarib beramiz. 12, 11 XR. Bular endi faqat naqd savdoga, ya'ni bitta savdoga chiqadi. Naqd savdo bular yo'q. Xo'p, mana bu 12 mizga kelsak, bu 256 talik. Regioni Amerika region, korobka dokumentlari bor. Kelsanglar, hamma telefonga, mana shu videoda qo'yilgan boshqa assortimentdagi telefonlarimiz ham bor. Endi videoga sig'magani uchun faqat shular olindi. Boshqa telefonlarimiz ham bor. Kelsanglar, xudo xolasa hammasi chiroyli bo'ladi. Bizda yana sizlarga taklif qiladigan narsamiz, mana bu telefonni olmoqchisiz, o'zingizni telefoningiz bundan pastroq bo'lsa,
uni berib doplata bilan bosh bu telefonni olsangiz ham bo'ladi. Misol uchun yirikroq telefonni pul kerakligi uchun sotmoqchi bo'lsangiz yoki yaxshi, ishonchli, baraka topib ishlatadigan telefon xohlasangiz ham ustiga pulingizni ehtiyojingiz uchun pulini berib, bu telefonni ishlatishingiz uchun qilib beramiz. Ya'ni bu trading. Sodda qilib aytgan tradingimiz bor. Keyin esdan chiqmasin, obuna bo'lib kuzatinglar. Sizlarda hech narsa ketmaydi. Bizga foyda bu. Salomat bo'linglar.